Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bir Lacetti'miz qo'yilyapti. Biri 6 motor, 2012-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Motorlar qilingan, yaxshi moy yemaydi, yog' yemaydi. Balon holatlari ham a'lo darajada. Lyuklarimiz ishlaydi. Mashin Delfin svetda. Orqa holatlari. Hozir motor ishlarini ham ko'rsatamiz. Bemalol telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Salon holatlarimiz. Salon holatlarga original chixollar kiydirilgan. Ko'rlar ham yaxshisi qo'yilgan. Yurgani 2 kuruk. Orqa salondan olamiz. Orqa tomon holatlari, orqa tomon salon holatlari. Motor holat, akkumulyator ham yangi qo'yilgan. 4 ta yangi amortizator qo'yilgan. Xatoy holat original. A'lo darajada.